Ulugüller'de Bağat Tumanı Üzümzarı mahallesindeki Serapraz köşesine şimdi biz Daştaş adamızda Haşer yolu bilen bir köşedeki adamlar çıkıyor yine Kuda kalasa bu yolumuza taş aldı Kuda kalasa. Yine şöyle bir başkaç buluvergen Hituvayken şu mahallede köçe başı Hituvayken Kuda kalasa bitti. Bitti de o acayip oldu yolumuz yine. Neçe metreydi bu? 500 metre. 500 metre yol adı acayip falan. Halk hiç kendi kıynaldı mı? Narazı bağırıp oldu mu? Yok hiç kim narazı olmadık. Nabalot hemen kuvanıp oynayıp gülüp işini alana su sığıp yattılar. Rahmet emmeye şu maşallah beriyen hakim babamıza rahmet. Size rahmet. Oğazı başkası olup yer gitip yüreği şular danıştırgan. Sağ olsunlar, selamet olsunlar. Acayip oldu. Kuda kalasa hele devam edeveremiz. Devam ediyor dava. Yağda yakarım. Hava kaşar işleri hemşe teyyarımız ve kalasa. Acayip oldu yollarımız teyis oldu yine. Sizden rahmet şimdi işlerden başka kulu bilgen. Selamet olun. Esselamu aleyküm aziz yurttaşlar. Bağat Tumanı Üzümzar mahallesinden biz aziz yurttaşlar. Sel aldırarak Gayb Baba cami meşitinin yolunu üzetemizde hareket başlayan edik Kuda kalasa. Yine yollarımız bitti. Yine bir yan tarafım. Yollarımız bitkenden keyin şu halk, acayip insanlar peşende devam kıldıramız. Ali meçhitin içinden bir yol kılamızda şöyle bir yerimiz o yerde bir yere bir yol kılıp yine bar diyor kuyup halk şöyle heşer yolu bilen üzeri bir Rozayı Ramazan ayında bir savab için savabı iki beraber kılıp aramızda halkımız şöyle hizmet ettik de abonatçılar, yurttaşlar. Gelinler Ulugüller'de şimdi işlerini köprek kılıp hareket edelim. Bu da kalasa. Hemmenizi şimdi işlere, hayırlı işlere celbet kalamız. Tamam, o sorun sırada. Sıkmadık hiç olmadı. Aha, suluk yok çocuklar. Arkadaşım böyle bir şaka var ha. Onu ödeyin bile. Armağanlar usta. Rozayı Ramazan aylarında. Armağan ata. Selamünaleyküm. Her şey renk. Biz bugün Kaşarlı olan sandıkla el altından çıkartılan halkımız için şu kiçkineyle bir bilekçe var kılıp şu çeke taşap Yine bu halkımız bir yandan hem girevere danen kıynalı mıydı? sandıklı el atıdan bir ağa. Ha. Zey mahalle. Zey mahallesi. Şundan kilatılan tarafçılarımız var. Bunlar kilatılan adamlarımızla zeyretli kilatılan. Bunlar bir layda, kar yağmurda bir yaxşı olsun.
Ve şuradan yığılma sürünme ösürler degen maksatda şu işi qilyapmiz. İki yağını bardır kılıp lagaga sunup yapmış şu işlerde. Bu elbette bu Xudo xolasa hashar yo'li bilan bo'ldi. Hashar yo'li bilan. Xalqimizning og'zi birchiligida. Hozir havo. Rahmatli. Şükür. Halkımız yaman emas. Assalomu alaykum hoji bola. Hormanglar. Hele Xudo xolasa bir Acaba bilan o'taga o'tirana. Hoji bola buni vaqtang. Ben şu az vaqtida Shu Hacı babamızın şarafati bilan bir acayip şimdi bir ne oldu yana bazar oldu. Hava yakkandır bundan 10 yıl bir köylerde bir katta bir köy kamış o'tayotgan. Adam minnet qilacak olsa milletin tagi rahat deydi ku. Yani Xudo xolasa shundan kaptirib shura kelgan zaratchada yeydi. Shundan savob boradi Xudo xolasa. Fayizler turadı. Faiz beradi meçhitimize. Ayıp baba meçhitimize. Aziz obunachilar, Uzumzor mahallasi acayip sakovatli insanları. Mana shu darvozani ko'rib turibmiz. G'oyib bobo jami meshiti qabristonga giradigan darvozamiz yine. Şurada köpçülük şöyle bir maslahat bo'ldi, köpçülük bir e'tibor qaratdi. Şöyle bir darvoza kuramiz degan teklifi berdiler halkımız. Endi buni albatta xalq bilan ya maslahatli to'y tarqamas degan naql bor. Xalq bilan bir sizlar bilan, obunachilar bilan, saxovatpesha insonlar bilan maslahat qilib turibmiz. Şöyle darvoza kursak ne deysizlar? Kommentariyada fikrlarınızı bildiringlar. Darvoza kuramiz deb ko'pchilik niyat qilib turibdi. Albatta bunday xayrli ishları bilasizlar tarixiy. Yani usta bu vaqtlar Xivadan olib keladi dedilar. Xivadan olib kelib Allohga bir hisob shukr har bir mahallada har bir yigitlarimiz bor hozir. Ulardan ham gitti. Hunarmand yigitlar bor. Buni profildan uzatamizmi, karishdan o'ramizmi? Maslahatingizni beringlar. Şöyle bir darvoza kuramiz degan niyatdamiz. Yani bir necha gün oldin şurada G'oyib bobo jami mechitida hashar yo'li bilan yo'lni boshladik hoji bolang. Yani bu sazlar birgalikda maslahat qilib Xudo xolasa hasharimiz davom etib turibdi. Xalqimizning kayfiyati yaxshi. O hashar elga yarasha bu qadimni ota boyga yatirgan bu udum bu. Yani hoji bola Hakikaten şimdi elhamdülillah Allah Teala'ya bir adet şükürler olsun. Bu işte başladık. Halkımızdan bir cidden taraf durmasdan hemzihat oldular. Bu savablı işe bizden kıssamizni koşamız dediler. Yolumuz bitti. Yol bitgandan keyin qabristonga kirib kelishni obod qilishlikdi. G'oyib otamiz yotgan qo'nim topgan joylarına bo'lgan yo'laklarni ikki yog'ini quyib shu ishni qilamiz deb kirishdilar. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Qilgan bu ihsonlari, harakatlari, xizmatlari Allohdan qaytsin. Ulug' Ramazon oyida turibmiz. Alloh taolo hammalarine kuch-quvvat bersin, topganlarına baraka bersin, oilalarini o'zi mustahkam qilsin. Rahmet Hacı Başı bu işi başkasından aldın Karala yığınında birge oturup meseliyet kılındı. Maslahat qilgan. Daşanı neçe somdan hep keledi, selekelerimiz neçe litre gitedi, neçe som boladı dep meseliyet kılındı. Mahalle reisi, Kesek boladı dep. Kesek boladı diye maksatta. Mesela daşanın pulu məlum buldu, hem müeccin pulu məlum buldu. Bir de benim hem hakkım var idi. Benim hem hakkımı beresle de bakkan var. Hakikaten Peki siz haklısınız. Umra'ya gidip kaldınız. Şimdi Benim hakkım bir dua beresle. maşallah. Ben şu duanı almaya geldim. Siz Maşallah. Umra Allah razı seferine olsun. gidip kaldınız. Allah razı olsun. O da kalasa şu benim hakkımı verin. İnşallah, inşallah. Rahmet, Allah razı olsun. Hakikatte siz özünüzü kanalınızda yarattınız. Hatta bir yerde yakınları konum tapmagan kişiler hem şuna hissa koşamız dediler, hissa koştular. Allah razı olsun. Siz şuna sebepçi oldunuz.
albatta duo qilamiz. Amin. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala rasulillah. Paka Parvardigor, ulug' kunlarda Ramazon oyida turibmiz. Ulug' qadamjoda turibmiz. Qilayotgan bu ojizona duolarimizni Parvardigor o'zing ijobat et. Avvalo yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, ofiyat bergin. Mana shunday xayrli ishlarda bizlarni Allohim o'zing birlashtirgin. Mana shu ishimizga sababchi bo'lgan bu Jabborvard akamizning qilayotgan ishlarini o'zing barakot bergin. Martabalarini o'zing ziyoda etgin. Oilalarni mustahkam etgin. Naki o'ylagan, rejalashtirgan ishlar bo'lsa, o'zlari o'ylagandan ham yaxshirog'ini, shar'iysini, shariatga muvofiqini o'zing yetkazgin Parvardigor. Hammalarimizga iymon bergin, ixlos bergin. Savobli ishlarda, mana shunday hasharlarda bir-birimizga ko'makchi qilib qo'ygin Parvardigor. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allohu akbar. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli saylovchilarim. Jabborvardi hocam, men shaxsan bu xalq bilan, Dehqonbozor ahli bilan, Dehqonbozor qishlog'i bilan orzu umidimiz azaldan bog'langan. Dadajonim xudo rahmatli, bobolarimiz, o'tganlarimiz mana shu tabarruk zaminda yotgan o'tganlarning ruhlari shod bo'lay bugun. Mana bugun orzu umid bilan yashab turgan ulug' xalqimiz bir o'zi qanday bir qudratga, qanday bir og'izburlikka ega ekanligi mana shu qishloqning o'zida üzümçiligi bilan mashhur bo'lgan Dehqonbozor qishlog'ida bugungi kunda salkam 16.000 tonna üzüm yetishtirilib kelyapti. Mana shu ekologiya bilan bog'liq bo'lgani uchunmi, odamlarning bir qalbining, niyatining pokizaligi uchunmi, mana shu hududdan mana 2019-yilda bo'lib o'tgan saylovda tuman kengashine deputat qilib loyiha ko'rib sayladilar. Mana 2024-yil oktyabr oyida bo'lib o'tgan saylovda yana shu 9-Dehqonbozor saylov okrugidan tuman kengashine deputat qilib loyiha ko'rdilar. Bu degani mana shu xalq uchun, mana shu el uchun qanchalik xizmat qilsak kam. Sababi bu hayotni faqat pul bilan ya bir moddiy boylik bilan o'lchash bir xato narsa deb o'ylayman o'zim shaxsan. Mana shu salkam 25-30 mingga yaqin aholisi bor bo'lgan qishloq, Og'zibirya qishloq mana hashar yo'li bilan siz shu Bog'at Nuri kanalida yaratganingizdan keyin mana shu yerda qanchalik bir savobga tashna bo'lib yotgan, xalqning rahmatini eshitaman, muhtaram prezidentime sodiq yelkadosh bo'laman degan insonlarni yana ko'pligini o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Mana hashar yo'li bilan oddiygina bir chiqish, mana shunday bir katta bir savobli ishlarni bitish arafasida bugun mana yana bir saxovatpesha insonlar, ajoyib tadbirkorlar, ajoyib yurtdoshlarimiz mana shu Oltin Ostonani yanada bir obod bo'lishi uchun hissa qo'shishdan to'xtamayaptilar. Mana endi xalqimizning bir intizor bo'lib umid bog'lab turgan yana bir narsasi bor. Mana shu hududdan, mana shu Dehqonbozor qishlog'i deb nomlangan hududdan Osiyob kanali oqib o'tadi. Osiyob kanali mana O'zravat qishlog'ining bitta mahallasini, Dehqonbozor qishlog'ining 5 ta mahallasini suv bilan ta'minlaydi. Endi ochiqini aytish kerak, ko'p yillardan beri Osiyob kanali bir ko'ngilda edi, qazilmay qolgan. Shuni oqibatida shu saylovchilarning, xalqning haqli e'tirozini sabab bo'lib turadi. Yana buni mana shu xalqimiz yana hashar yo'li bilan yana shu yerdan birlashib, shu rahbarlarimiz boshchiligida mana shu yerdagi qishloqdagi bir tabiatsevar, jonkuyar, savobga tashna bo'lgan ulug'larning bir xizmatlari bilan mana ekskavatorlar qazish ishlarini olib boryapti. Men o'ylayman, mana shu bir tabarruk ostonada xalqimiz yana bir marta shu birlashib, jipslashib, og'zi bir bo'ladigan bo'lsa, yurtimiz albatta obod bo'ladi. Ayniqsa mana bu yil muhtaram prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilindi. Bu degani
O'zbekistonning bugungi kunda 38 milyona yaqinlashgan aholisi birdan bir jon bo'lib, shu ona tabiatni o'tganlarimizdan bizga meros bo'lgan ona tabiat bu kelajak avlodlarning ham haqqi borligini unutmasdan shu kelajak avlodlarimizga biz ham butuncha yetirishimiz kerak. Shuning uchun mana shu Bag'at Nuri kanalining keyingi faoliyatlarini, mana shu xalqimizni derdini tinglab, og'riqli nuqtalarini, muammolarini to'g'ri tushunib, mana shu og'izbirlik bilan o'ynab kulib hal qilishda shuning boshqacha bo'layotirsiz. Ana shunday xayrli, savobli ishlarda siz ham kuch quvvat tilaymiz, ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Ota-bobolarimizdan qolgan bir meros gaplarining ichida bir tilla gap bor. At o'rnini tay bosar degan. Jabborverdi xo'jam, mana siz ham bir ulug'larning naslining davomchisiz. O'tganlaringiz yana elimiz, xalqimiz yurakdan hurmat qiladilar. Ana shuning uchun yana bir marta mana shuning bir ulug' va xayrli, savobli ishlarga boshqacha bo'lib yursiz. Shu bundan keyin yaratadigan lavhalaringiz to'ylar bo'lsin, yutuqlar bo'lsin, muvaffaqiyatlar bo'lsin. İşlerinizə muvaffaqiyat tilaymiz sizə. Sağ salamat olun. Rahmet salamat olun. Aziz abunəçilər, yaxşı insanlar Xuda qalasa hələ həşərimiz davam etədi. Videolarımız güzəşdə davam etinlər. Həmməyə katta rəhmət tap qalamız.